Tinmay energiya tejovchi oyna deysizlar. O'zi o'rnatgan joylar bormi? Bor bitta shunaqasi. Oromgoh dalasida joylashgan ushbu hashamatli xonadonimizga 6000 interior va Engelberg Termo 70 modellaridan foydalanib, xonadon dizayniga mos va zamonaviy yechim qilib berganmiz. Romlarimizni 6000 interior modelidan tayyorlab berganmiz. 6000 interior modeli 3 ta kameradan iborat bo'lganligi sababli tashqaridagi haroratni ichkariga, ichkaridagi haroratni esa tashqariga chiqarib yubormaydi. Eshiklarimizni esa Engelberg Termo 70 modelidan tayyorlab berganmiz. Ushbu model profillari mustahkamligi sababli baland kirish eshigimizga juda ham mos tushgan. Aksessuarlar esa sifatli Yevropa mahsuloti bo'lganligi uchun uzoq yillar sizga xizmat qiladi. Eshik romlarimizning rangini laminatsiyali Alux antrazit laminatsiyasidan bo'lgan. Oynalar esa aynan energiya tejovchi oynadan tayyorlab berilgan. Eshik romlarimizga jami $15000 pul sarflangan. Sizga ham sifatli eshik va romlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali Ultimax Akfa korxonasiga buyurtma bering.